Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vâlah ve ba'd. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilme ya rabbel alemin. Bugün kelgan dersimiz bolsa El-Allametul Akhdari rahimahullah yazgan Sullemul Munavvarak ismlik bu nezme menzumenin şerhi Ahmed Eddemenhuri rahimahullah yazgan İdahul Mubhem li Maani Es-Sullem degan kitapның ikkinchi darsiga keldik. Endi biz oldingi darsda muqaddimani o'qib o'tgan edik. Endi bugungi darsimizda bo'lsa shu musannifniki dars boshlash mavzuga kirishdiki hamda sana va salat salomlarniki sharhisini o'qitamiz. Musannif dediki Allametul Akhdari rahimahullah dediki نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مختفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء deb bu salat salamni hamda sanani mujda etdi. Yani buniki qisqacha ma'nosi bo'lsa musannif deydiki nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani vel islami. Biz u Allah Celle ve Ala'nın bizge iman ve İslam nimeti bilen in'am kılganlıqıga nahmaduhu davamlıq hamda eylep turumuz. Hamda tügüsü yine eytimiz davamlaştırıp eylemde hamda eytep turumuz. Men khassana bi khayri men qad ersala ve khayri men hazel maqamatil ula. Men belki men aşu Allah Teala'nın hudun damir hudun bedel. Yani men o Allah şundak bir Allah'tır ki hassana diyen bizni men kad ersala diyen üzü evetken peygamberlerinin en yaxşısıga has kıldı. Yani en yaxşı peygamberinin ümmeti kıldı bizni. Şununla hamd sana olsun. Ve hayri men hazel maqamatil ula. Ve bizni o Allah şunda bir zat ki şunu Allah'a hamd etimiz ki o Allah bizni hazel makamatil ula degan yüksek ali makamlarını, ali mertebelerini cemligen, toplagan zat Peygamber Aleyhisselam'ın ümmet kılgınıga o Allah'a devamlı hamd etimiz. Muhammedin seyyidi kulli muhtefa el-arabiyyil haşimiyyil mustafa. Yani Muhammedin ahiriden bedel. Yani bu Allah Teala evetken Peygamberin en yaxşısı ali makamlarını mücessemlegen toplagan kişinin en yaxşısı kim o? O bolsa seyyidi kulli muhtefa degan her bir ergişil gücünün hucusi üzü Arap'tan bolgan Haşim cemaatinden bolgan Allah Teala'nın tanlangan bendisi bolgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir o. Anladın? Kullu muhtefa degan ergişil gücünün hucusi degan gaptin tabii ki ergişil gücünün hucusi degan gap. Ergişil gücü degan metbu' yani peygamberlerin hucusi degan gap. Peygamberlerin hucusi o ya da peygamberlerin ümmetinin tabii ki bir tane avlanımız oldu. Hocayını hucusi buludu. Salla aleyhillahu ma damel hica yahudu min bahril maani lucaca. Allah Teala bu zatka ma damel hica degan gap akıl, madamik akıl yahudu min bahril maani lucaca. Manav denizlerinin çonqur sularga çökep gavvastek şungan müddetçe Allah Teala bu zatka rahmet evessun. Anladın? Rahmet evessun. Ve alihi ve sahbihi zevil huda men şubbihu bi encumin fil ihtida. Ve Allah Teala'nın rahmeti bu zatın aile tavabatıga diyen Resulullah'ın üzerine avlatları ve Resulullah'a kömek tutup iman ettiğin Resulullah'a geçken her bir takvadar mümin Resulullah'ın evladı. Aile tavabatı hesap bulundu. Resulullah'ın aile tavabatları ve sahbihi ve Resulullah'ın sahabeleri olsun. Resulullah'ın sahabeleri diyen Resulullah'ın kürep Resulullah'a iman ettiğinler. Sahabeleri olsun ki zevil huda diyen ular
Hemmisi hidayet ilgileriydi. Yani hidayet tapkan, hidayet ilgileriydi. Men şubbihu bi encumin fil ihtada. Yani men ve sahbetin bedel mamen. Yani o sahabeler şunda kişiler ki hidayet tepişte nemiga yıldızlarga okşatılgan zatlar edi. Allah Teala Peygamberimizin ashabi ken nucumi bi eyyihim ihtedeytum ihtedeytum. Menin ashablarım xuddi yıldızlarga okşaydı. Menin ashablarımın qaysi biriga geçsanglar hidayet tapkan bolusizlar degan yıldızlarga okşatılgan hidayet yıldızları bolgan bu peygamberning sahabelerga Allah Teala'nın rahmetleri bolsun deb nimasini asosiy maqsadga kirib ketdi. Endi biz mushuniki qisqacha sharhini o'qiymiz endi. Aqulu endi Allama İmam Ahmed Ad-Damanhuri rahimahullah deydiki, men bundaq deyman. Yani Allama Akhdari bundaq desa, bunun sharhisida men bundaq deyman deydi. Mevla Subhanahu yani Hamide Al-Musannif rahimahullah Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddeske hamden mutlaqan evvelen. Yani birinci qilib mutlaq hamd aytdi deydi. Birinci qilib mutlaq hamd aytdi. Elhamdülillah deb. Şuna devamlı hamd etganda alımda elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmeduhu deb bunda. Faqat elhamdülillah diyor deb bunu kendine elhamdülillahi ala ni'mahi deb bunda. Tekrar etki sebep birinci qilib mutlaq aytdi. Mustahapning savabını aldı. İkinci qilib nimetlerine binaen dese vacip bo'lgan hamdning savabını aldı. Birinci qilib mutlaq hamd aytdi ve hamidahu hamdan muqayyadan sani. İkinci qilib muqayyad qilib hamd aytdi. Nima ish qilsa li yahsula lahu thawaba. Onun ikki xil savob bo'lsin deb. Biri el-mendub ala hamdihi. Birinci hamdiga asasen mustahab amal qilgan savobi vel vacib ala hamdi. İkinci hamdiga asasen vacib amal qilgan savob. Çünkü nimetga shukr etish nima vacib. Ama nimetsiz shukr etish mustahab. Nimet bo'lish shukr etish nima vacib. Demek ikki amalni nima qilgan bo'ldi? Savoblangan bo'ldi. Ve li yakuna shakiran Rabbahu ala ilhamihi lil hamdil evvel. Ve yana nima uchun birincini mutlaq ikincini muqayyad keltirdi desa ve o'zining Robbiga uning birinchi hamdiga ilhom qilganiga shukr etish yuzidan shukr etish bo'lsin deb. Nima ish qilsa li anna ilhamahu iyyahu ni'ma. Chunki uning mushu hamdini Alloh taolaning ilhom qilganligi ne'matdir. Tahtaju ila shukr alayha. Uningga shukr etishga ehtiyojli bo'ladigan ne'matdir. Ve qawluhu jalla. Musannifniki jalla degan qavli bi ma'na azuma yani jalla degan gap Allah jalla ve ala degan yani ulug' Allah degan bo'ldi. Ve in'am degan yata'un ni'ma yani ne'matni bilish degan bo'ldi. İn'am qilish degan. Ve iman degan gap iman degan tasdiqul qalbi bima ja'a bihi nabiy sallallohu alayhi vasallam min al-ahkam. Yani Peygamber sallallohu alayhi vasallam olib kelgan jami ahkamlarga qalb bilan tasdiqlash va tilda iqror qilish degan nima iman. İslam degan huvel ef'aluz zahira kes salati ve savm. Yani zahiri hareketler, namaz o'qish, ro'za tutish degandek zahiri hareketler İslam. Lakinnahuma mutalazimani şer'an. Biroq shar'iy bularning shar'iy ma'nosi, lug'aviy ma'nosini olgan bilan bularning shar'iy ma'nosi nima? Yani imansız İslam yok, İslamsız iman yok. Yani imandan İslam lazım keladi, İslamdan iman lazım keladi. Ve ma'nal beyt bu beytning ma'nosi men yodlaydigan yana mana. Nusni aleyhi subhanahu ve taala. Biz Allah subhanahu ve taala ve tekaddeske li ecli in'amihi aleyna bizga in'am qilganlik uchun sana aytamiz. Bi hatayni ni'matayni allatayni bihima inqadul muhjati minan nar. Yani bizga mushu ikki ne'matni in'am qilganlik uchun sana aytamizki mushu ikki ne'mat bilan do'zax mushu ikki ne'mat bilan dur nima inqadul muhjati minan nar. Inqadul muhjati minan nar. Jonni do'zaxdan qutqizish. Muhjat degan jon degan. Yani jonni do'zaxdan qutqizish mushu ikki ne'mat bilan dur. Xo'sh, endi ma qazimat va iman islom ne'mati. Iman islom ne'mati bilan nima qilamiz biz? O'zimizni jahannamdan Allohning fazlidan qutqiza olamiz. Shunga buni shukr etish vojib bo'lgan ne'matlarni biri. Va fil bayti baytning ma'nosi mushamdi. Yodlaganingizda men oldingi dars baytni yodlagan deganda, ya'ni hozir so'rayman turib. Va fil bayti sualan. Baytda ikki savol bordir. Al-awwal birinchi savol lima hamida awwalan bil jumlatil ismiyati va huna bil fi'liya. Nima ish qilib birinchi qatim jumla ismiya bilan hamd aytdi va huna bil fi'liya. Bu yerda jumla fi'liya bilan hamd aytdi. Birinchi qatim nima dedi? Alhamdulillahillazi qad akhraja deb elhamdülillah deb cümle ismiye hamd etti. Miyad cümle nahmeduhu deb hamd nahmeduhu deb başladı. Nemi üçün? Birincisi cümle ismiye bilen demiş ki bir cümle fiiliye bilen hamd etti.
Birinchi savol. Ikkinchi savol. Lima hamida alal in'ami allazi huwa al-wasfu va lam yahmad ala ni'ma. Nima uchun sifat bo'lgan in'amga hamd etdi? Nima uchun zot bo'lgan ne'matga emas? Zot bo'lgan ne'matni o'ziga emas, in'am bilish degan sifatga hamd etdi. İki savol keldi. Vel javobi alal avval. Birinchisiga berilgan javob annal hamda huna bu yerdagi hamda mutaalliquhu annal hamda huna mutaalliquhu degan mutaalliquhu degan nima bo'ladi? Badal ijtimoiy nima hamdadan. Bu yerdagi hamdining mutaalliqati nima? Ne'matdir. Anladın? Hamdining mutaalliqati hamda mutaalliq bo'lgan narsa nimadir? Ne'matdir, ne'matlardir. Va hiya mutajaddida. Hamda nimaga bog'lanadi bu yerdagi? Nahmaduhu degan Nahmaduhu ala in'amihi degan, ya'ni ne'matga bog'lanadi, ne'matga. Ne'matga bog'lanadi va hiya mutajaddida. Bu ne'mat degan nimadir? Mutajaddida. Yengilib turuvchidir. Bizga Alloh taolo har vaqt, har sukunut, har minut, har daqiqada bizga Alloh taolo ne'matni yanglab turadi. Ne'mat. Bo'lmasa Alloh taolo shunday bir ne'matni to'xtatsa biz yaşayamaymiz da, nefes alamayız, kallarımız aylanmaydı. Minut sükunutun neçe min kadar oynayıp duran kallarımız aylanmaydı, yüreklerimiz sokmaydı. Demek Allah Teala bizi toxtumazdan yanılap durdu nimetini, nimetini yartıp durdu. Fenasebe, anda bakandaki fenasebe ey yahmedehu bima yedullu ala tecaddud. Anda bakandaki Allah Teala'ga yanılış dalalet kıldıgan şekilde hem de yetişim münasip oldu. Ve huve o yanılış dalalet kıldıgan şekilde diyen kanda şekildir. Cümle fiiliye şeklidir. Şu sebepten nima qildi? Birinchi savol berilgan javob. Nimishqa jumla ismiya bilan hamd etdi, jumla fi'liya bilan hamd etdi degan javobimiz shu bo'ldi. Va huwa jumla fi'liyadir. Xo'sh, endi va anis sani ikkinchi savol javob berdi. Ikkinchi savol qasida, ikkinchi savol bo'lsa, nima uchun Alloh taolaniki in'am degan sifatiga hamd etdi, ne'matni o'ziga emas desa, bi annal hamda ala ni'mati, chunki ne'matga shukr etishgan yuhimu ixtisasal hamdi biha duna ghayriha. Hamdiniki aşu ne'matga qanam xos ekanligini, uning g'ayriga xos emas ekanligini nima qilib qo'ydi? Gumon qildirib qo'ydi. Bi xilofil hamdi alal vasf. Vasfga hamd etishning xilofidan. Alloh taolaning in'am qilishiga hamd etsak, bu chaqda Alloh taolo bizga Alloh taolo in'am qildi deb aytdikmi? Bizning ne'mat bo'lsinmi, bo'lmasinmi deb aytgan bu deyveramiz. Faqat ne'matga qanam shukr etsak, nima o'ylab qoladi? Ne'mat bo'lsa shukr etgan ish chiqwa, ne'mat bo'lsa shukr etgan ish chiqwa degan gap deymi? Gumon qildirib qo'ydi, vahimani sab qo'ydi. Shuning uchun in'am nima qildi? Hamd etdi. Chunki Alloh taolaning in'am degan sifati qadimiy, azaliydir. Ne'mat degancho peygamberda paydo bo'lgan narsadir. Ba'zida bor, ba'zida yo'q. Qawluhu man khassana degan yana. Qawli ay man balki man ismu mawsulun. Ismu mawsul badalun min ad-damir al-ma'mul. Ay nahmaduhu degandiki huwa ma li nahmadu. Nahmaduniki ma'muli bo'lgan damir. Maf'ul dedim. Alloh taolaning zimini maf'ul deb atmay, ma'mul deb qo'ydi. Yani adab yusud uchun olma. Yani hu nahmaduhu jalla degandiki hudun badal mediki man. Yani u Allah andaq zotdir ki deb tatbiqimiz badal bo'lsin. U Allah andaq zotdir ki deb bundan tatbiqimiz. Khassana degan gap kimni xos qildi? Ey ma'ashirul muslimin. Musulmonlar guruhini. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummati kimni xos qildi? Musulmonlar guruhini. Kafirlarni emas. Chunki kafirlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummati emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummati bo'lishi tegishlik asli, lekin iymon etmagan ummat bo'lmaydi. Va man bu yerda man hamda ikkinchi man. Man nima bi ma'na rasul? Rasul ma'nosi bilan. Ikkinchi man rasul ma'nosi, ya'ni ala khayri man arsala degan gap. Eng avatgan Alloh taolo avatgan kishining eng yaxshisi degandiki men nima payg'ambar demoqchi. Ya'ni avatgan payg'ambarning eng yaxshisi degan ma'noda. Va haza degan nima bi ma'na jamoa, jo'g'li to'pli degan ma'noda. Maqomat degan martaba degan gap. Ula degan ar-rafi'a, ustun degan gap. Va Muhammadun sallallohu alayhi vasallam ikkinchi betga Muhammadin deb keldi-ma, Muhammadin degan ay sallallohu alayhi vasallam badalun min khayrin, al khayrindan badal. Ya'ni avatgan eng yaxshi payg'ambar degandiki yaxshilik nima? Eng yaxshi payg'ambar kim o? Muhammad sallallohu alayhi vasallam badal. Va sayyidu degan sayyid degan nimasi nima? Mutawalli amri sawat degan, ya'ni ko'pchilikning ishiga ega bo'g'uchi degan gap. Ay al-juyushul kathira. Endi sawat degan nima? Ya'ni cho'ng zo'r qo'shin, ko'p qo'shinga nima qo'mondonlik qiluvchi degan gap. Va huwa mutawalli amral alami bi asri. Payg'ambar alayhisalom bo'lsa butkul tamom olamga nima qiluvchidir? Mutavalli degan gap ega bo'g'uchidir, qo'mondonlik qiluvchidir. Ya'ni tamom olamning eng kattasi ulug'dir degan gap. Maxluqning ichida.
Vel muhtefa diyen el mutteba' bi fethil ba yani agişilgüçü. Ve izâ kâne seyyidul metbu'in Peygamber Aleyhisselam metbu'larının seyyidi olsa fehuve seyyidut tabi'ine min babi evla. Peygamber Aleyhisselam tabi agişçilerinki tabii ki min babi evla min evla babda nima tabi'larının hem seyyididir. Vel Arabi diyen Arap'a nispet verilgen ve Haşimi diyen Beni Haşim cemaatine nispet verilgen Mustafa diyen el muhtar tanlanğan yani. Ve salatu salat diyen fil lugatta atf yani binasını igiş binasını katlaş igiş diyen manası var. Fe in udife ilallah eğer Allah Teala'ya izaf kılınsa nispet verilse summiye rahmeten Allah Teala'ya nispet verilgende salat rahmet de atıldı. Ev ilal melek eğer Periştelerge nispet verilse istiğfar da atıldı. Ama Allah'ın ki periştelerin başkalarına nispet verilgende dua da atıldı. Şunun için eğer biz taraftan olsun bunu ben taraftan dua. Peygamber Aleyhisselam'a dua kılgan bulumuz. Peygamber Aleyhisselam'ın hakkında Allah Teala'ya dua kılgan bulumuz. Allah Teala tarafından Peygamber Aleyhisselam'ın bozuşu rahmet kılgan bulundu. Perişteler tarafından Resulullah'a bozuşu Allah Teala'dan Peygamber Aleyhisselam'a istiğfar etken bulundu. Vel hica diyen takaddama ilgili ötte o akıl kelleki ilgili söz öttük. Lucac diyen luccetunun köprü şekli. Ve hiye lucce diyen ma fihi su'ubetun minel ma'il gazir. Yani intayın köp sudan payda bolgan nima kıyınçılık. Mesela bir adam çukur su şungusa şungup çıkıp boğuş tınanmay munda da bitirgan gap. Belki bilip kılışı mümkün su bek çoğun kurulsa dağız yok yangasak ne sağla teki itiplanmay kasla bilip kılışı mümkün. Yani vel muradu biha huna el maani sa'ba. Yani tikki boğulu bolmaydigan, tikki qiyin bolgan çoңqurluqdan tikki qiyin bolgan ma'nilar degan bo'ldi. O'qishilgan taraf bosh. Ve alun nabi Peygamber sallallahu aleyhi bolsa nima fi maqamid dua, duanın makamında kullu mu'minin taqiydi. Her bir taqvadır mu'min. Resulullah'ın evladı bolsun, yoki evladı bolsun, her bir taqvadır mu'min Resulullah'ın ayet taqvadır kirdi. Ve sahbihi degan ismu cem. Sahb degan nima ismu cem. İsmu cemni tushuntirdim sizlarga. Yani ism cem degandiki bizniki mufrid nimasi yo'q, mufrid yo'q bo'lgan ism cem. İsmu cem degan ismu cem'in li sahibin. Sahib degandiki bir asl sahib degan ma'no uchun keladi. Bi ma'na sahabi. Yani sahaba degan ma'noda. Ve huve men ijtema'a kim sahabi degan kim desa, sahabi degan Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan jam bo'lgan, mu'minen bihi Peygamber sallallohu iman etgan holati jam bo'lgan. Ama Abu Cehil sahabi olmaydi mesela. Peygamber sallallohu ko'p iman etgan bo'lsa sahabi emas. Peygamber sallallohu ko'p iman etgan bo'lsa nima sahabi bo'ladi. Ve zawi degan jam'u zu'nun ko'p shakldir. Ey zawi degan bir ma'no sahib, ega degan ma'noda. Ey ashabul huda, hidayat egalari degan, yani hidayat topgan zotlar, hidayatlik degan ma'noda. Ve kavluhu men şubbihu degan ila ahiri ey fi kavli sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu kavli işaretendir. Ey ashabi ken nujumi bi eyyihim ihtedaytum min ashablarim yulduz o'xshaydi. Ularning qaysi biriga agar sana hidayat topgan bo'lsalar fa hudifa al fa'ilu huna lit ta'zim. Yani men şubbihu deb men shabbahahum demay şubbihu deb miyadiki nimaki naibul fa'il olab maf'ul musamma fa'il olab keltirildi. Şubbihu deb fa'il hazf qilindi. Kim o'xshatgan ularni Peygamber sallallohu alayhi vasallam demiş qazil ta'zim. Bu yerda fa'il hazf qilish ta'zim uchundir. Ta'zim uchundir. Ve fi hadhihi al-abyat al-arba'ati arba'atu as'ila. Bu 4 beytda 4 tane sual var. Ya 4 tane beyt bayan qildik. 4 beytda 4 tane sual var. El-evvel birinci sual ma madlulud damiri fi khassana. Men khassana yani khassanadaki damirning madluli nima? Yani Musanned'de ma'aşel muslimin yani bizni xas qildi, Müslüman guruhini dedi. Bunun madluli Müslüman guruhi mi nima? Birinci sual. İkinci sual. Anna qawluhu bi khayri man qad arsala yani o zat evetken peygamberinin en yaxşısı bizni xas qildi degandiki bi khayri man qad arsala degan qawli yufidu ma'na qawlihi sayyidu kulli muhtafa degan ma'nosini ifodalaydi. Yani her bir ergişlikçinin sayyidi degan ma'noni bi khayri man qad arsala evetken zatning en yaxşısı degan ifodalaydi o. Fema vechu adamul ihtisar alayhi. Nima uchun shuni bilan yani bi khayri man qad arsala degan gap bilan kifoyalanmadi? Nima uchun yani alohida sayyidu kulli muhtafa deb keldi? İkinci sual. Üçüncü sual. Ennehu qayyada salate bi devami khawdil akli lujajam min bahril maani. Ma'a ennel evlad at-ta'mim. Musannif ya da Peygamber sallallahu salat etilgan salatni durib ne aqlning de ma'no dengizlerini bayat çoңqur sularga şunğuşuning davomlashishiga qayd qilib bog'lab qo'ydi.
Qaytlab, endi qaytlab keltirdi. Qaytlab keltirdi. Ma'annal avla bunu bunda qaytlamagan bo'lsa ham am bo'ladi u. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lsin degan bo'lsa, ondan bir odam nimaga ma'no degansiz shunga bo'lsa, sallallohu alayhi vasallam bo'laveradi. Endi hozir qaytlab qo'ydi nimaga bog'lab qadamni. Faqat ma'no degansiz shunga tursa sallallohu alayhi vasallam o'tgan, bo'lmasa sallallohu alayhi vasallam bo'lmaydi. Bunlar qoldi-ku. Buniki nima uchun? 4-savol. Lima qaddama al-ala ala as-sahbi? Nima uchun oila tavobatni sahobalarga ilgari qildi? Ma'anna fihim men huwa ashraful anam ba'da Mustafa sallallohu alayhi vasallam va huwa Abu Bakr. Shunu ya'ni ularning orasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Mustafa xalqning ulug'i Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan keyin xalqning eng ulug'i bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'lsa, nima uchun sahabani oldiga oldiga qo'ymaydi? degan mushtad savol kelsa, bular javob deydi. Fal javobu an avval. Birinchisining javob anna madlul ad-damiri yasihu an yakuna ummatul ijabati kama qaddartuhu. Endi man khassana degandiki bizni, ya'ni ma'ashal musliminni xos qildi payg'ambar sallallohu ummat bo'lish qadadiku. Ya'ni madlul ad-damir ba'dagi damirniki madluli yasihu an yakuna ummatul ijaba. Ya'ni payg'ambar sallallohu chaqirig'iga ovoz qo'shgan ummat bo'lishi to'g'ri bo'ladi. Kama qaddartu men taqdir qilgandek. Kim u? Payg'ambar sallallohu chaqirig'iga ovoz qo'shgan ummatga kim bo'lsa, musulmon guruhi, ma'ashal muslimin. Ve yasihu yakuna ummet ad-da'vati fayadkhul kuffar. Ve davet ummetlik buluşu mu to'g'ri bo'ladi. Davet ummetiga ben payg'ambar alayhisalom da'vat qilgan. Payg'ambar alayhisalom kimni da'vat qilgan? Bütün insoniyatni. Payg'ambar alayhisalom kim kelgan? Bütün insoniyatni imonga bo'lgan, da'vat qilgan. Imonga hamma chaqiriqliq. Qiyomatga qadar bo'lgan. Demak, u chaqda fayadkhul kafirlar ham kirdi. Bi dalili ve ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya'ni bizni bundoq kat payg'ambar ummat qilgan deganga yoki faqat musulmonlarni biz musulmonlarni degan ma'nosi bo'lishi mumkin yoki bu payg'ambarning kim kelgan jami qiyomat kelgan jami insonlarni bu payg'ambarning ummati bo'lish sharifiga noil qilgan. Hammasi bo'la oladi chunki. Hammasi agar ummati bo'ladi desa bo'lash huquqi bor. Tushundingmi? Chunki nima ish qildi desa, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz sizni faqatla olamlarga rahmat qilib avatdik degan oyatdan dalillan. Izma chunki ma min azabin illa va indallohi hech qanday bir azab yo'q illa degan illa biroq Alloh taolaning dargohidagi azab ashadda minhu. U hamma azobdan qattiqdir. Fa adamu ta'dibil kuffar bil ashaddi ikraman lahu. Kafirlarni eng ashaddiy azoblar azoblamaslikmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki payg'ambar sallallohu ikram qilganlikdir. Va ani tsaniyam ikkinchi savol berilgan javob. Ikkinchi savolga nima degan edi? Ikkinchi savol bo'lsa nima uchun bi xilman qad arsala sayyidikul muhtafani ifodalaydigan tursa nima ishqa birini keltirib ikkini ayirmam keltirdi desa, ikkini yana fil vasfi bis siyada. Men sayyidlik bilan sifatlashda isharan bi umumiy risolat payg'ambarligining umumiy ekanligini bildirish vardır. Ve annal anbiya vel mursalina min ummatihi. Ve yana shuni ishora vardır ki payg'ambarlar, nabiy payg'ambarlar ve mursal payg'ambarlar payg'ambarning ummatining ekanligiga ishorat bor. Fa huwa payg'ambar alayhisalom mutavalli umuril jami. Hammasining ishiga bosh bo'g'ichi, hammasining ishiga ega bo'g'ichidir. Mushning ishorat bordir. Sayyid deganning ma'nosi nimadan? Xayridan nima kangri? Xayridan ma'am. Eng Alloh taolo aytgan payg'ambarning eng yaxshisi degandan sayyid degani tug'mani va cho'nqur katta ma'nolarni ifodalaydi. Shuning uchun ayirmani keltirdi. Va ani uchinchi savol nima edi? Uchinchi savol bo'lsa, nima uchun bu salatni qaytlab qo'ydi? Ma'nodangizlarga shunga qaytlab qo'ydi desa, bi annal qayda fi salat, yoki ma salatdagi qayd laysa muradan va irada qilinmoqchi emasdir. Balki al murad at-ta'mimu fi jami' al-awqat. Faqatlam jami vaqtlarda ta'mim degan salatni am qilishdir. Miyadagi maqayd maqsudun bizzat emasdir. Asli qoida qayd nima maqsudun bizzat bo'lish kerak. Asli qoida qayd maqsudun bizzat. Faqat miyada faqatlam nima musannif o'ziniki nimalarni biroz gumpularni ishlatib beradi. Fasahat balog'atlarni ishlatib sizlarga biz o'zini ko'z qo'ymoqchi ilmini. Undan qofiyani keltirmoqchi. Shu sabablardan ham ilm mantiqniki bilimlardan nima biquz salmoqchi haliqi nimalarni barat istihlol qilib. Shunda sababli nima bo'lib qoldi? Yoki kelib qoldi bo'lmasa, asosiy maqsad nima emas? Qaytmoqchi emas. Salat salomni qaytmoqchi emas. Ya'ni davomli demoqchi edi. Va anil rabi' to'rtinchi savolga javob bo'lsa, nimishqa to'rtinchi savol nima edi? To'rtinchi savol bo'lsa,
nima uchun alni sahobaga ilgir qildi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ulug' zotisi. Nima uchun sahabani oila tabobatini oldi qo'ymaydi desa, bi anna salata thabatat anil al nassan fi qawli. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qawlida aytilgan salat, durud nima al bilan sabit bo'lgan edi. Al degan so'zdan. Masalan, Payg'ambar sallallohu qulu Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad dedi. Bu yerda Allohumma salli ala Muhammad va ala sahbi Muhammad demedi. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu tildan sabit bo'lgani Payg'ambar sallallohu qiyos qilingan nima olati turdi, avla olati turdi. Asl qiyos degan far' al-hadis. Va ala sahbi bil qiyos. Sahobalarga qiyos shuni qiyos qilib anda aytilgan alal al. Oila tabobatga qiyos qilib aytilgan faqtada zalika taqdim. Undan keyin al-asl baldi taqdim qilishni taqozo qildi deydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.